Assalomu alaykum, turfa olamning eng sinchkov va ashaddiy, shuningdek qadrli muxlislari. Kuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlarining hammamizga tanish bo'lgan va siz nomini eshitib-eshitmay biladigan Times matbuot uyushmasi o'z sohasi bo'yicha yangilik yaratgan, aniqrog'i kino sohasida tub burilish yasagan 4 ta kinorejissyorning nomini e'lon qildi. Turfa olam hozirgi videorolikda aynan o'sha ro'yxat bilan sizni yaqindan tanishtirishga harakat qiladi. Siz esa har doimgidek tomosha qilishga harakat qiling. Marhamat. 1954-yilning 16-avgustida Kanadaning Ontario shahrida tavallud topgan va dunyodagi eng boy rejissyorlar ro'yxatida birinchi o'rinda turadigan James Cameron faoliyati davomida 42 ta filmni suratga olgan bo'lib, u dunyodagi eng izlanuvchan va kashfiyotchi mutaxassis deb topilgan. Uning Terminator, Tubsizlik, Titanic va Avatar kabi filmlari nafaqat kino ixlosmandlar tomonidan, balki kino tanqidchilar tomonidan ham juda iliq kutib olingan. Shu kungacha kino olamidagi eng kassabob film Titanic ham aynan ushbu rejissyorning ijod mahsuli bo'lib, u moliyaviy tomondan misli kutilmagan rekord natijalarni ijodkorga taqdim qilgan. James Cameron o'z sohasida haqiqatdan yangilik yaratgan. 1984-yilda insonlar hali fantastik janrni bu darajada haqqoniy bo'lishiga ishonmagan bir davrda u Terminator filmi orqali butun dunyodagi muxlislarini qalbiga larza soldi. 2009-yil omma e'tiboriga havola qilingan Avatar filmi esa uni yanada balandroq shuhrat cho'qqisiga olib chiqdi desak hech ham mubolag'a bo'lmaydi. 1963-yilning 27-mart kuni Amerikaning Tennessee shtati tarkibiga kiruvchi Knoxville shahrida dunyoga kelgan Quentin Tarantino ham mazkur ro'yxatdan o'rin olgan bo'lib, u kino sohasida mutlaqo yangi bir janrni kashf qilgan rejissyor deb topilgan. Tarantino shu kungacha 43 ta film suratga olgan bo'lib, uning ijod mahsuli bo'lgan Billni o'ldirish va Hostel kino kartinalari butun kino olamiga taalluqli bo'lgan shaxslarni juda gangitib qo'ydi. Quentin Tarantino kinoda zo'rlik janrini aniq va ravshan ko'rsatib bergan ijodkorlardan sanaladi. 1999-yilda ekran yuzini ko'rgan Tundan tonggacha filmi nafaqat uning uchun, balki butun kino olami uchun ham yangilik bo'lgan. Ujus, thriller va drama janrlarida ijod qiladigan Quentin Tarantino nomini bugungi kunda butun dunyo yaxshi biladi. 1959-yilning 18-martida Fransiya poytaxti Parijda tug'ilgan fransiyalik Luc Besson biz yuqorida tilga olgan rejissyorlar ichida rekord natijaga erishgan. Luc Besson faoliyati davomida 102 ta film suratga olgan bo'lib, ulardan qariyb 20 ga yaqini juda katta shuhrat qozongan. Shuningdek, nafaqat Yevropada, balki butun dunyoda eng kassabob filmlar ro'yxatiga kirgan. 1998-yilda hammani hayron qoldirgan Taxi filmi Luc Bessonni Gollivoodga olib keldi. Keyin esa u ijodidagi eng sara namunalarni dunyo kino muxlislariga taqdim qilishda davom etdi. Shulardan Janna Dark, Wasabi, Yamakasi, 13-rayon, Eltuvchi, Chegara, Hitman, Asira, Malavita, Lucy kabi filmlar hozirgi kungacha dunyo kino ixlosmandlarining qalbidan chuqur joy egallagan. Luc Besson kino sohasida tezlik janrini yaratgan rejissyor sifatida tan olingan. 1961-yilning 25-iyun kuni Qozog'istonning Atrov shahrida tavallud topgan Timur Bekmambetov ushbu ro'yxatga kino sohasida fantastik janrda o'zgarish, ya'ni yangilik yaratgan chet ellik rejissyor deb kiritilgan. 2017-yil bilan hisoblaganda 38 ta film suratga olgan Timur Bekmambetov, yaxshi bilasiz, butun Osiyoda o'z sohasi bo'yicha fantastik janrda yagona hisoblanadi. Hozirgi kunda ham Rossiya, ham Qozog'iston fuqarosi hisoblangan Timur Bekmambetov 2004-yil suratga olgan Tungi tomosha kinokartinasi nafaqat rus kino tanqidchilari uchun, balki butun Gollivood uchun ham kutilmagan film bo'ldi. Sababi unday janrda, ya'ni fantastik janrda tiniq va yaqqol namoyishni ular Rossiyadan emas, balki Gollivooddan kutishgandi. Undan keyin 2008-yilda Gollivoodda Angelina Jolie va James McAvoylar ijrosida olingan o'ta xavfli kinofilmi esa Gollivoodni rus kinosiga tan berishiga sabab bo'ldi. Bu film rejissyorga 250 million dollar sof foyda keltirganini aytgan holda mavzuga xotima yasaymiz. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Eng yangi ma'lumotlar hali oldinda.